Oching. Oching, torting. Ochuv eshik. Bosing ruchkani. Eshikni o'ziga torting. Ha, naryoqda ushlab turish. Oching eshikni. Aka. Yo'q, ochiq ekan-ku. Aka, ochiq ekan-ku. Qorning yo'qmi? Shundaymi qorning yo'q? Tushunmaysanmi? Yo'q. Shunga har xil gaplarni tarqatib, bo'xtonlarni keragi yo'q. Duo qilinglar, Xudo xohlasa tuzalib ketadi. Savol berdim, Halima opaga o'xshaganmi desam, haqiqatdan Halima opa qattiq yaxshi ko'rib olgan ekan. Mani nastavnitsam menga o'xshaydi deb. Xuddi Halima opaga o'xshagan holat bo'ldi, lekin Halima opada analizlari yaxshi chiqmagan edi. Shuning uchun ularda bitishlari qiyin bo'ldi va teri topishi, sahr bo'lgani uchun. Ko'koshda hech qanaqa sahr bo'lmagan, operatsiya o'tganda ham sahr bo'lmagan, ular uni chizib ko'rsatishgan. Analizlari yaxshi chiqdi. O'sha yaxshi chiqqan uchun ham immunitet borligi uchun kurashib turibdi. Endi uni ichidagi mana shunday teri qavati bitish kerak. Bunga hozir gubka qo'yilgan yoki teri ko'chirib o'tish kerak. Xudo xohlasa bugun shularni harakatini qilib